Hammaga assalomu alaykum. YouTube'dagi navbatdagi videoda sarlavhamizni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bugun ham Malayziya to'g'risida video bo'ladi va sizlarga yana qo'limdan kelgancha yangi ma'lumotlarni va yangi kelgan savollarga javob berishga harakat qilaman. Hozir men har doimgidek o'zim universitetim Tsiame University of Malaysia daman, ya'ni o'zimizni Tsiame universitetida. Men hozir universitet kampusdaman. Sizlarga ko'chalarni ko'rsatib gapirib ketaveraman. Xo'p, menga endi sraz mavzuga o'tib ketaveraman, xo'pmi? Videoni uzmasdan sraz gapirib ketaveraman. Menga hozir eng birinchi kelayotgan savollar o'tgan videoyingizda Tsiamenga 100% grant beryapti deb aytgan ekansiz. Shunga men qanaqa qilib kuzgi semestrga topshirsam bo'ladi degan savollar kelyapti hozir menga. Endi bu savolga men bu videoda aniqroq javob berib o'tib ketaman. Oldin yuzaki to'xtalgandim, endi sizlarga tiniqroq javob berib o'tib ketaman. Mana Tsiamenni hozirgi bugungi ko'rinishi shunaqa. Xo'p, sizlarga javob berib o'tib ketadigan bo'lsam, men sizlarga 100% grant yutsanglar bo'ladi deganman. Xo'p, uni men qachon uchun aytdim? Imminni bahorgi semestr, qishki semestrga aytgan edim. Chunki videoni o'zi imminni o'sha paytda olingan edi. Agar sizlar 2026-yilgi kuzgi faslga kelmoqchi bo'lsanglar, endi yangiliklar bo'lishi mumkin, chunki Tsiame universiteti ham o'zgaryapti. Ichkarida ozgina qurilishlar bo'lyapti va yana yangicha narsalar, yangicha programmalar kelyapti. O'shaning uchun hozir 100% grant berishi 50-50 bo'lib turibdi. Ya'ni u endi ma'lum bo'ladi bahorga kelib turib. To'g'ri, hozir agar voqeliroq hujjatingizni 75%, 50% grant yutib topshirib qo'ygan bo'lsangiz, o'sha Tsiamenga, bu siz omadingiz. Unaqa keyinchalik 100% bo'lib qolar ekan, men bekor hozir topshirib qo'yaman deb unaqa qo'rqmang. Bu yaxshi natija 50%, 75% ham, chunki narx-navoni o'zingiz bilasiz. 75% grant yutdingiz degani ham bu yoqqa olib, jab borsa $1000 kontrakt to'laysiz. Undan oshmaydi degani. 100% hali aniq emas, balki bo'lmasligi ham mumkin. Lekin 75% grant yutishingiz bu impossible. Possible deganim impossible'mish. Impossible ko'p ishlato'g'ri o'rganib qolgan. Possible, ya'ni olishingiz mumkin 75%. Buni baholaringizga qarab beradi, ya'ni qanaqa baholarga qarab beradi. Birinchi navbatda IELTS bo'lish kerak, 5,5 plus 7 bo'ladimi, 6,5 bo'ladimi, hammasi bir xil rol o'ynaydi. Farqi yo'q. IELTS necha bo'ladi? Hammasi faqatgina IELTS bor degan ma'noda o'ynaydi. Lekin sizga eng asosiysi bu grant yutishingiz, to'g'rimi? Grant yutishingiz uchun siz 75% grant yutasizmi, 50% yutasizmi? Bu maktab baholaringiz, ya'ni GPA'ingizga qarab beradi grantni. Ya'ni qanaqa beradi? Agar mana 5 balli sistema bo'lsa maktabingizda, 475 dan baland bo'ladigan bo'lsa, 100% grant yutishingiz ehtimoli juda ham katta. Agar 405 dan 475 o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, bu 75% grant beradi degani. 425 dan 450 larning o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, 50% grant yutasiz. Undan pasti o'sha 25%. 25% grantni xalqaro studentlar, ya'ni international studentslarni deyarli hammasiga beradi. U 25% grant yutish muammo emas. Bizga hozir eng asosiysi 50%, 75%, 100% grant yutish kerak. Bu uchun nima qilishingiz kerak? Agar maktabda o'qiyotgan bo'lsangiz, hoziroq baholaringizni to'g'rilashni boshlang. Endi bu qanaqa yo'li bilan bo'ladi? O'zbekistonda hozir maktab sistemasi qanaqa bilmadim. Lekin agar eplay olsangiz, qanchalik balandroq qiladigan bo'lsangiz maktab baholaringizni, o'zingizga shuncha yaxshi. Masalaga nafaqat Tsiamenni aytaman. Tsiamenni ko'pchilik kampusiga bunaqa chiroyli binolariga qarab turib baho beradi. Ya'ni shu uchun kelmoqchi bo'ladi bu universitetga. Lekin siz agar search qiladigan bo'lsangiz, Malayziyada bitta bu universitetdan tashqari yana juda ham ko'plab eng zo'r universitetlar joylashgan. Ya'ni eng zo'r deganim qanaqa? Bu Osiyoni top 10 taliga kiradigan universitetlari ham bor, dunyoni top 100 taliga kiradigan universitetlar ham Malayziyada bor. Misol uchun, endi men imin o'zim universitetimni zo'r demayman. University of Malaya bor, kuchli, yokida APU bor, ya'ni Asian Pacific University, u ham bor, City University bor, INT bor, Taylor's bor. Yana qanaqa bor? Alfa University bor, hozir 100% grant beryapti o'zbeklarga. Yokida yana Maxson University bor, o'tda ham o'zbeklar ko'p, ularda ham 100% grant yutsangiz bo'ladi. Shunaqa universitetlar bor. Men faqatgina sizlarga Tsiamenni ko'rinishini ko'rsatganman, chunki o'zim shu yerda o'qiyman. Lekin agar siz bitta search qilib qidiradigan bo'lsangiz, Tsiamendan ham yaxshiroq universitetlar bo'lishi mumkin. Tsiamen Malayziyada faqatgina nimasi bilan mashhur? Ya'ni Xitoy universiteti, ya'ni adashmasam bu Malayziyadagi eng kuchli Xitoy universiteti hisoblanadi. Shu uchun ham Tsiame mashhur. Ikkinchidan, kampusi Malayziyani menimcha top 5 taligiga ham kirsa kerak, eng chiroyli universitetlar bo'yicha. Uchinchisi bu texnologiya bo'yicha Malayziyada birinchi o'rinda turadi. Bizning universitetimiz, ya'ni texnologiya sohasida o'qiyotganlar bizda ancha kuchli, ya'ni ta'lim sistemasi ham bu ancha kuchli. Qolgan sohalar ham bor.
Men nima demoqchiman, misol uchun IT sohasida o'qiydigan bo'lsangiz, men sizga INT universitetini aytaman, chunki INT ancha kuchli IT bo'yicha, o'sha yoqqa borishingiz ham vashim zo'r. Kontrakti ham mendan ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin javonlar katta, qanaqadir bir ahamiyatli joyi yo'q. Ya'ni bo'limning razisi 1,5-2 ming dollar bo'lishi mumkin, undan oshmaydi. Shunaqa gaplar. Bugun bizda quyosh yo'q. Yomg'ir men oldin ham aytardim. Har 2 kunda, 3 kunda xohlagan payt yomg'ir yog'averadi derdim, lekin hozir sezon o'tdi. Uje bizda fevral oyi kelganligi uchun Malayziyada yomg'ir juda ham kam yog'yapti. Даже bir haftalab yomg'ir yog'mayapti. Bir hafta yomg'ir yog'madi degani bu Malayziya uchun kam degani. Mana bunaqa narsalarni ham sizlarga yo'lda ko'rsatib ketaveraman. Tarjima qilib olarsizlar o'zingizlar. Men xitoy tilini bilmayman-da shunaqa. Xo'p. Mana shu yo'ldan keldik. Men oldin ham 10 narsani ko'rsatib ketganman. Bu ham har bitta videoyimda ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu studentlarning yashaydigan joylari. Naryoqda ham bor. Hop, biz ketyapmiz. Mana shu binoni sizlarga ichini ko'rsatmaganman. Hozir borib ko'rsatib beraman. Borguncha sizlarga ma'lumot berib o'tib ketaman. Hop. Bu bino 5 ta rasmda ko'radigan bo'lsanglar katta binolar bor. Buni eng asosiy o'rtadagi binosi eng kattasi A3 deb aytiladi Xiaomenni. Ya'ni u yerda library bor, finance office bor, kontraktlarni sotib olasiz, Xiaomenni direktorlari, marketing yo'nalishi bo'yicha, qarorchi eng katta odamlari shu o'rtadagi binoda turadi. Qolgan chetdagi ikkita binosida bo'lsa, bakalavrdagilar o'qiydi. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi kurslar o'qiydi. Bakalavrga o'tishingiz uchun foundation tugatgan bo'lishingiz kerak. Eminni agar maktabda 11 yil o'qigan bo'lsangiz, lekin 9 yil maktabda, 3 yil kollejda o'qigan bo'lsangiz, 12 yil bo'ladigan bo'lsa, ana unda siz foundation siz bakalavrga o'tsangiz bo'ladi. Ko'pchilik menga mana shu savolni ham beradi, bunga ham javob berib o'tib ketaman. Ya'ni men foundation o'qimasdan bakalavr o'qisam bo'ladimi deyshadi. Men yo'q deyman, chunki butun dunyoda hamma bolalar 12 yil maktabda o'qishi bu majburiy. Bizda 11 yil bo'lib qolganligi uchun 1 yil foundation majbur o'qiymiz 12 yil bo'lib olish uchun. Universitet bo'lsa 3 yil bo'ladi. Любой universitetingizda 3 yil o'qiysiz. Просто biz 4 yil o'qiymiz maktabda 1 yil kam o'qiganligimiz uchun. Shunaqa gaplar. O'zi bizani misol uchun mana o'zimizdan O'zbek universitetiga kirsanglar ham 4 yil bo'ladi, to'g'rimi universitet? Lekin chet elda 3 yil. O'zbekiston nimaga 4 yil? Chunki maktabimizda bizda 11 yil bo'lganligi uchun. Mana men bu yerda mana shu katta bino bo'lsa, hozir ichiga kirib ko'rsataman sizlarga. Mana men bu yerda parkovka bor. Menimcha to'xtamasdan gapirganimga ozgina charchab qoldim. Menimcha hozir video ham bir 7 minut bo'lgandir. Ozgina charchab qoldim. O'zinglar ham bilasizlar, to'xtamasdan gapirish, ma'lumot berish qiyin. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Shunaqasi keyin bunaqasi ichidan nariyoqqa o'tib ketamiz, ko'chaga ketamiz. Bunaqa velilar bor mana. Aytganimdek, bu yerda tepada kutubxonasi bor. Hamma o'sha rahbariyat Xiaomendagilar mana shu o'tiradi, mana library. Lekin men sizlarga universitet hozir ichiga kirganimda gapirib ko'rsata olmayman, chunki bu yerda ovoz chiqarish mumkin emas. O'shaning uchun hozir sizlarga prosta tak yurib o'tib ketaman, atrofni ko'rsataman. Chunki odamlar dars qiladi, juda ham shovqin bo'lmaydi deb yo. O'shaning uchun sizlarga hozir sekin ko'rsataman. Ketdi. Вот mana chiqib oldik ham asosiy ko'chasiga. Xiaomenni asosiy entrance kirish shunaqa. Bizlar aytgancha Chinese New Year bor hozir. Ya'ni yangi yil. Xitoyliklarning yangi yili, bilasizlar, fevralda nishonlanadi. Fevral bo'lganligi uchun hozir bizda iminni shu bayram shukuhi bor. Hamma xitoyliklar yangi yilga tayyorgarlik bo'lib yotdi, maza qilishyapti. Takoy bayramlar Instagramda ham bitta reels qo'ydim. Karnavalga borib kirib ko'rsanglar bo'ladi. Xitoyliklarning yangi yili bor. Bolalar, Malayziyaga kelinglar, qizlarga ham tavsiya beraman bu joyga, misol uchun. Nima sababli? Ancha tinch davlat, narx-navosi ham juda ham arzon. Kuniga mana hozir o'zimdan kelib chiqaman. Ko'chada ovqatlansam ham qancha pul ishlataman? Kuniga ishlatsam bir o'zbek so'mda 70 ming ishlataman, 80 ming ishlataman, 60 ming. Qarab, narxiga 50 ming ham ishlataman даже. 70 mingga bormaydi. Nimaga bunaqa ishlataman? 2 mahalga o'ylayapsizlarmi? 50 mingni 60 mingni 2 mahalga ishlataman. Bu O'zbekiston bilan bir xil degani. Narx-navosi. Arzonga ovqatlansanglar bu yerda bo'ladi-da. Misol uchun qiynalmaysizlar, to'g'ri. Ishlashni men har doim aytaman, 20 soat mumkin, lekin ko'p pul topish imkoniyati ozgina kamroq.
Shu sababli ham bu yerda narx-navo kam. Ya'ni arzon. Agar ishlagani kelmoqchi bo'lsangiz, imini shuni ham aytib ketay, sizlarga har doim Malayziyani yaxshi taraflarini aytganman. Ishlagani kelmoqchi bo'lsangiz, Malayziyaga kelmanglar. Koreyaga boringlar, Amerikaga boringlar, Yevropaga chiqinglar. Malayziya faqat o'qish uchun bolalar, qizlar, sizlarga tavsiyam. Bu yerda oylik juda ham kam. Misol uchun $500 topishingiz mumkin, $400 topishingiz mumkin. Faqatgina bir ikkita, lekin agar o'qiydigan bo'lsangiz, bosib o'qiydigan bo'lsangiz, menimcha ishlashga bu yerda ortiqcha vaqt topa olmaysiz. Chunki Malayziyada o'qishlar ingliz tilida. Agar imini Xiamenga keladigan bo'lsangiz, o'qish oson emas bu yerda. Malayziyaning universitetlarida osondir, lekin Xiamen oson emas. Bu narsani Instagram Reels'da ko'rsatganman sizlarga. Ya'ni men o'sha orqaga qaytib ketaman. Bu yerga sizlar uchun, sizlarga video olgani uchun keldim. Haybatini ko'rsatgani. Bu Xiamenni ochgan odammi? Haqiqiy mana haykalini o'rtaga qo'yib qo'yishgan. Ancha chiroyli. Mana shunaqa. Do'stlar, menga Instagramdan kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Yana sizlarga Malayziyada nimalar qiziq. Xo'p, hozir bizlar o'qish, men sizlarga Kuala Lumpurni ko'rsata olmayapman. Borganimda ko'rsataman. Biz hozir Kuala Lumpurda emasmiz. Xuddi Toshkent, Sirdaryo bo'ladi-ku. Imini mana shunaqa. Kuala Lumpur alohida shahar, Selangor men yashayotgan joy bu alohida shahar. Shunaqa. O'rtasida razницasi bir yarim soat. Unga hozir borishga vaqtim bo'lmayapti. Oldin Kuala Lumpurga ko'p borardim. Eski videolarimni ko'rsanglar, Kuala Lumpurni ham yaxshigina ko'rsatganman sizlarga. Hozir faqat Xiamenni ichidamiz. Dars ko'p, kviz ko'p, har xil balobatlar, yana ekzamenlar bo'lib yotibdi. Shularga tayyorlanaman. Shuning uchun shu yerda o'zida sizlarga video olishga harakat qilaman. Bo'sh vaqtimda. Shunaqa. Instagramda menga savollarni yozib qoldiringlar. Yana nimalar qiziq. Men sizlarga bugun qanaqa 100% grant yutishinglarga nimalar qilishinglar kerak o'zi. Umuman sizlarga ozgina bo'lsam liniya tizib berdim, yordam berib o'tib ketdim. Yana Xiamendan tashqari boshqa universitetlarni ham aytdim, o'qishinglar mumkin deb. Kelinglar, viza chiqishi ham Yevropaga, Amerikaga nisbatan ancha osonroq bu yoqda. Vizani 1 yilga beradi. Har yili 1 yil cho'zilib turasiz. Shunaqa yengilliklari ham bor bu yoqda. Kelinglar, Malayziyaga o'qinglar, maza qilinglar. Xiamen diplomi 2 taga o'tar aytgancha, yana qo'shimcha ma'lumot Xitoy va Malayziyaning diplomini beradi. O'qiydigan bo'lsanglar. Malayziyada ko'rishguncha hammalarga videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qoldiringlar. Menda yetarlicha ideya hozir topilmayapti. Kommentariyaga yozsanglar, shunaqa videolarni olishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Instagramga obuna bo'linglar. Malayziya to'g'risida deyarli haftada 3 marta, 4 marta yangi videolar chiqazaman. YouTube'da bo'lsa har bir haftada 1 marta yoki 2 haftada 1 marta video chiqarishga harakat qilaman.